Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun sizlarga original bo'lgan 170F motorlar bilan jihozlangan Germaniya standarti asosiga Texa firmamizning obzorini o'tamiz va undan tashqari sizlarga Remellik va Kingmax brendiga tegishli 7 kuchli motoblogimiz va undan tashqari 7 kuchli motoblogga ega bu ham firmalari o'rta firmalar hisobida yuradi. Nomlari uncha yaxshi kelishmaydi, lekin sifatlari ham o'rta yaxshi firma moli bo'ladi. Kelib ham xarid qilishingiz mumkin. Bugungi obzorimizda 7 kuchli benzinli va 7 kuchli dizelliklar bo'ladi. Ekranga yaxshilab o'rnashing, like, podpiskani bosib, kanalga a'zo bo'lib qo'yasiz degan umidamiz. Kelaverasizlar, mabodo sizlarga kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, like, podpiskani bosib kelib sразу a'zo bo'lgan bo'lsalaringiz, xudo xolasa sizlarga firmamiz tomonidan takka drellar podarka qilinyapti. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Original 7 kuchlik 170F motor bilan jihozlangan original Texa motoblogimiz ko'p joylarda 4,5 million so'mdan sotilayotgan ekan. Korobkalari katta, motori katta, bu 500 talik korobka, 600 talik korobka akalar. Shu motobloglarda shuna birkasini olingizlar, shuna birkasini sizga tashlab bersam, yani original Texa motoblogini 92011 modeli hisoblanadi. 170F motorlar hisoblanadi. 170F motorlar hisoblanadi. 7 kuchli motoblog. Hamma narsasi avtobiografiyasi bilan bemalol qo'yilgan bo'ladi. Sinirmasini ko'rsalaringiz 700 dan 900 gacha, 115 cm dan 330 cm gacha chuqur qozishi mumkin deb yozib qo'yilgan. Massinli datchiklari bor. Ko'rganlaringizdek, original turgun balonlar bilan jihozlangan frezerlari har xil frezerlarga bo'linadi. Ko'rib olishingiz mumkin. Narxlari 3 million 600 ming so'mdan aksiya narxlarda kelib xarid qilishingiz mumkin. Sifatlari zo'r, yaxshi ishlangan motoblok hisoblanadi. Mabodo Remellik kerak bo'lsa, men bemalol ko'rishingiz mumkin. Remellik variantidan bor. Yosh katta dodalarimiz uchun kelaverasizlar. Sifatlari zo'r ishlangan avtomat korobka Remellik bo'ladi. Narxlari 3 million 500 ming so'm. Kelib xarid qilishingiz mumkin. Sifatlari zo'r ishlangan motoblokcha bo'ladi. Oldiga balonlari ham bor. Mabodo agatdan agatga o'tkazishga juda zo'r qulay ishlangan bo'ladi. Kingmax brendimiz ko'pchilik yaxshi bilishadi. 7 kuchlik 170F motor bilan jihozlangan bo'ladi. Komplektlarda o'zini frezerlari qo'shib beriladi. Yana nima desak, arkadagi tormoz qismlari, sifatlari yaxshi motoblok bo'ladi. Buni aksiyaga qo'yib qo'yganmiz. Like, podpiskani bosib, kanalga a'zo bo'lib kelsangiz 2 million 600 ming so'm. Super aksiyasi 2 million 600 ming so'mga chiqib ketdi. Dekabr oyiga shoshilib qolasizlar. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Va undan tashqari mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu brendimizda ham qizil turgun balonlari, frezerlari, komplektatsiyalarida bor. Sifatlari o'ta zo'r ishlangan. 2 million 700 ming so'm bo'lib qoldi. Kelib cheklamagan tur xarid qilishingiz mumkin. Instrument, drill, bolgarka, svashni apparatlar xohlagan turlardan mavjud. Akalar, mabodo mana misol dori apparatlar izlaganlarga 700 ming so'm Texa brendi dori apparatlarimiz ham tarqatilyapti. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Va undan tashqari eng kichkinamiz 1 million 500 ming so'mdan tarqatilyapti. Uni ham kelib xarid qilishingiz mumkin. Mabodo mana ko'rganlaringizdek hamma nimalarimiz bor. Benzopillarimiz, Royal brendi va oligan brendlar, Texa brendlari yetib kelgan. Juda sifatlari zo'r ishlangan benzopillar hisoblanadi. Sifatlariga ko'raverasizlar. Sifat jihatdan ancha yaxshi ishlangan bo'ladi. Akalar, ko'p arzon narsalar olishga sizlarga tavsiya qilmayman. Royal oliganlar, Texa olib ishlataveringlar. Sifat jihatdan ancha yaxshi ishlangan bo'ladi. Royallarni sizlarga 1 litr moylari bilan birga 660 ming so'm, oliganlarda esa 8 ming so'm 1 litr moylari bilan qilib berilyapti. Like, podpiskani bosib keladigan ishqibozlarga bemalol ko'raverasizlar. Hamma turlardan drill, bolgarka, undan tashqari motobloklar va nimalar, drabilka apparatlarimiz hamma turlardan mavjud. 7 kuchlik
motokultivatorchamiz ham yetib kelgan, sifatlari zo'r, ideal ishlangan. Frezalari bor, pachimlilik balonlari ham pachimlilik balon. Ko'rasiz, sifatlari yaxshi zo'r ishlangan motokultivatorchamiz bo'ladi. Ishlanishingizni ko'rsangiz, ham sifat jihatdan ham o'zlari ham juda yaxshi ishlangan bo'ladi. Bemalol ko'raverasizlar, zo'r ishlangan. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni narxlari 4.500.000 so'm garantiyali motoblokchamiz, 7 kuchlik. Bu arzonrog'i kerak deganlarga mana arzonrog'i ham bor. Arzonrog'i 4 million so'mdan chiqadi. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin buni. 4 million so'mdan. 7 kuchli xohlagan turidan bor. Prosos yomg'ir yog'adi deb yopib qo'ygan. Hamma turidan kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Toshkent Ark-Buloq bozorida joylashgan. Misol Aren motobloklari, Rolf, Vema hamma turida mavjud. Mana ko'rasizlar. Drabelka apparatlarimiz ham 2 milliondan boshlanadi. Xalqim hamma turida mavjud. Drabelka apparatlarimiz sifatlari juda yaxshi ishlangan. Drabelka apparatlar bo'ladi. Like, podpiskani bosib kelaverasizlar, jonlaringiz sog' bo'lsin.